Bugun sizlar bilan Ibn Sino ham bu haqida kitoblariga bitib ketgan shifobaxsh echki suti haqida gaplashamiz. Ketdik. Echki suti mijozda eng mo'tadil hisoblanadi. Ibn Sino ta'riflashicha, echki suti ichni suradi, tomoqdagi, qovuqdagi yaralarni davolaydi. Yo'tal, qon tuflash, bosh og'rig'i, me'da xastaliklarida foyda qiladi. U quruq mijozdan bo'ladigan xafaqon, vasvasa hamda esda saqlay olmaslik kasalligiga ham yaxshi davodir. U bilan og'izni chayqash va g'arg'ara qilishning tomoq og'riqqa, tilcha, bodomsimon bezlar shishlariga, silga va nihoyat darajada ozib ketishga foydasi katta. Olimlar ta'kidlashicha, echki suti kimyoviy tarkibiga ko'ra ko'proq ona sutiga yaqin turadi. Vitamin va minerallar moddalariga boy. Tarkibida ayniqsa yog' va oqsillar mo'l bo'lib, ularni organizm tez va oson qabul qiladi. Yog' donachalari sigir sutinikidan 2 barobar kichik, oqsillari esa nozik bo'ladi. Shu bois echki sutini go'daklarga ham bersa bo'laveradi. Raxit, jigar, o'pka sili, allergiya kasalliklarini davolashda echki suti foydasi katta hisoblanadi. U ishqorli bo'lganidan oshqozonni oshiqcha kislota ajratadigan odamlarga yaxshi davodir. Ekzema, qichima, astma bilan og'rigan kishilarga ham echki suti ichish tavsiya qilinadi. Bo'g'inlar og'rig'ini qoldirishda, o't xaltadagi toshni tushirishda ham qo'llaniladi. Echki sutidan to'g'ri foydalanish bo'yicha maslahatlar. Echki sutini faqat pishirib ichish tavsiya etiladi. Echkining sutidan xushtam qatiq, suzma, qurut tayyorlash mumkin. Echkilar sutiga zarpechak aralashtirib ichilsa, ichkitarning asorati barham topib, ichini bog'laydi. Echkilar suti suzmasining zardobi ichilsa, safroli ichkitar, savdoli illatlar va sariq kasalligining oldini oladi. Echkining suti issiq ichilsa, ichni yumshatadi, peshob haydaydi, ichaklardagi dardlarni bartaraf qiladi. Sovuq mijozli odamlarga echki suti tavsiya berilmaydi. Qiqchoq va kekirish paydo qilishi mumkin. Echki suti shakar bilan ichilsa, yuz rangini chiroyli qiladi. Agar siz shunday sut beradigan echkilar olishni reja qilsangiz, bizga murojaat qiling. Shu oyning 10-sanasigacha inshaalloh shu echkilarimiz Samarqand viloyati Urgut tumaniga kirib keladi. Buyurtma qabul qilish jarayoni davom etmoqda.